Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Bugun 17-aprel 2025-yil. Soat 11 dan 28 minut o'tdi. Bu yashikda Karnika Kroys Rayvoya Matichga o'tiribdi. 20 ramkali yashik aytganimday. Matichkalari Xorazmdan Nurmat jo'natgandi. Ataylab 12 ramkali yashikda siqib ushlab o'tirib, 16 ramkalikka ko'chirmasdan ro'yga o'tirishga majburlab Rayvoya matga oldim. Moy oyining oxirlarida chiqqan matkasi. Ana ishlagani. Nechta ramkada ekan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ta ramkada ekan. 16 ta ramkada o'tiribdi. Motday kolodiska endi temperatura ertadan keskin pasayib ketar ekan. Kechqurundan yomg'ir. Yakshanba kuniga kunduzgi temperaturani +5 ko'rsatyapti. Shundan mashina tashamoqdim. Kunduzgi temperatura +5 bo'lsa, bilmadim kechqurun nima bo'lar ekan endi. Nurmat, ko'ryapsanmi arlaringni qandoq ishlaganini? Sen menga 5-6 ramkada o'tiradigan zot deb aytganding. Yashiklari kengaytir. 17-aprelda mana aka shuncha bo'lib turibdi bu. Hammaga omad.